Baxtli oila formulasini aytib beraman sizlarga. Hammasi juda ham oddiy. Oila qurganlarga ham, oila qurmaganlarga ham foydali bo'ladi. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Erkak kishi ayoliga berishi mumkin bo'lgan eng katta narsalardan bittasi bu xavfsizlik hissi. Xavfsizlik deganda siz nimani tushunasiz? Iltimos kommentariyada yozib bering. Ungacha biz o'zimizning fikrlarimizni aytamiz. Xavfsizlik deganda ayol kishi o'zini ertaga nima bo'ladi, nima yeyman, nima ichaman, qayerda yashayman yoki bo'lmasam uchinchi shaxslarning aralashuvi, kimdir oilamga aralashib, oilamni buzib qo'yadi. Umuman qo'rquv hissi bo'lmaydi ayol kishida. Erkak unga mana shu xavfsizlik hissini berib qo'ygan bo'ladi, ta'minlab qo'ygan bo'ladi. Hech qanaqangi bu haqida ayol kishi o'ylamaydi ham. Ayol kishi esa eriga berishi mumkin bo'lgan eng katta narsalardan bittasi bu xotirjamlik hissi. Ko'rishingiz mumkin, masalan, ideal bo'lmagan ayollar, ya'ni tashqi ko'rinishi ideal bo'lmagan ayollar ham erlarga mana shu xotirjamlikni berganligi uchun har ikkala tomon baxtli bo'ladi. Mazza qilib yashaydi. Erkak uyga talpinadi. Xotirjamlik deganda biz o'sha sakinatni nazarda tutamiz. Sakinat deganda siz nimani tushunasiz? Iltimos buni ham kommentariyada yozib bering. Erkak kishi uy kelgan paytda turli xil videolarni eshitmasa yoki bo'lmasam uyga borganda hozir meni janjal, to'polon, stresslar kutib turibdi degan narsa xayolidan o'tmasa, u uyiga talpinsa, shoshilsa, uyga kelgan paytda mutlaqo o'sha xotirjamlikni his qiladigan bo'lsa, qalb xotirjamligi va hokazo hokazo. Mana shu ikkita narsa. Ayol xavfsizlikda, erkak kishi xotirjamlikda, sakinatda. Mana shu ikkita narsa bo'lsa, oila albatta baxtli bo'ladi. Hech qanday bunda muammo kuzatilmaydi. Siz qanday fikrdasiz? Iltimos kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni bildirib keting.